undan ko'ra o'ylash kerak emas. Quloq bormi, yo'qmi? Shuncha korxonada ishlaganman. Hozir bittasi bilan gaplashayotganimda eski voqea esimga tushib qoldi. Menimcha hammada shunaqa voqea bo'lgan. Bitta korxonada CEO bo'lib ishga kirganimda meni zamim kelib turib, boshqa zamim to'g'risida aytganki, Sardor aka, sizda gapim bor. Palonchi zamingiz bu quloq bu dedi. Men aytdim, "Xo'p, nima bo'pti quloq bo'lsa?" desam, "Yo'q, dedi, bu quloq dedi." "San bo'ldi, nima bo'pti quloq bo'ldi?" desam, "Yo'q, dedi, bu Sardor aka, tushunmadingiz, bu yetkazadi tepaga" dedi. Men jinda emasman dedim. Bilaman, xo'p, quloq nimaligini. Yetkazadi dedim. Ishlayapman, harakat qilyapman dedim. Korxonani misol foydasini oshirishga harakat qilyapman. Yaxshi-ku menga yetkazsa dedim. Desam, sal o'yladi-da keyin. "Yo'q" dedi, "bu bola" dedi, "noto'g'ri yetkazadi" dedi. Dedim, muammo shundaki, deyapman dedim. "Bu aldab yetkazadi ma'lumotni. Demak, shunaqa demoqchisan, to'g'rimi?" dedim. Desam, "Ha" dedi, "o'sha bu bolani anaqa qilish kerak, chetlattirish kerak" dedi. Men dedim, "Agarda" dedim, "seni to'g'ri tushungan bo'lsam" dedim, "noto'g'ri ma'lumot berayotgan bo'lsa" dedim, "sen bundan xabar bo'lasan, to'g'rimi?" desam, "Ha" dedi. Lekin men aytdim, "Og'ayni" dedim, "noto'g'ri ma'lumot berib turib, agarda men uchiritilib shuni quloq solsa" dedim, "men o'shanda ham shu boladan xafa bo'lmayman. Men uchiritilimdan xafa bo'laman." Chunki dedim, u ham rahbar, har qanday rahbar odam biron bir ma'lumot unga kelganda uni tekshirib, to'g'ri qaror qabul qilish kerak. Agarda dedim, men uchiritilim shunaqa qilsa dedim, men nima qilaman u bilan ishlab? Men bekorga vaqtimni ketkazayotgan ekanman unda dedim. Lekin men 100% bilaman dedim, bunaqa qaror qabul qilmaydi dedim. O'shanga dedim, borganda dedim, o'zingning ishingni qilgin dedim. Endi buni nima aytyapman? Ko'pchilik mana shunaqa narsalar bilan ishxonada bir-birovni to'g'risida noto'g'ri xayolga boradi. Bir-birovda nima deydi, munosabat buzilib ketadi. Undan ko'ra o'ylash kerak emas. Quloq bormi, yo'qmi? Shuncha korxonada ishlaganman. O'sha bola gapirmaguncha hayolimga ham keltirmaganman. O'zi bu yerda quloq bormi, yetkazadimi? Vashi farqi yo'q. Sizlar o'zingizlarning ishinglarni qilinglar, halol qilinglar. Yaxshi qilinglar, yaxshi mehnat qilib turib, yaxshi rezultatlar ko'rsatinglar. Ana inshaalloh o'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat hammaga.